Oliy ta'limda yo'lga qo'yilgan dual ta'lim va 4+2 tizimi talabalarning dars jarayonlarida o'rgangan nazariy bilimlarni bevosita amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratmoqda. Bu orqali talabalar o'z yo'nalishiga mos tashkilotda kasbiy ko'nikmalarni egallayapti. Muxbirimiz Urganch davlat pedagogika institutida bu borada olib borilayotgan ishlar haqida so'z yuritadi. Prezidentimiz tashabbusi bilan oliy ta'lim tizimiga tatbiq etilayotgan yangi formatlar bu shunchaki o'zgarish emas, balki inson qadri uchun tamoyilining amaldagi ifodasidir. Xabaringiz bor, pedagogik yo'nalishlarda 4+2 tartibi joriy etilgan. Bu talaba haftaning 4 kunini institutda nazariy bilim olishga, qolgan 2 kunini esa bevosita maktab muhitida o'quvchilar bilan ishlashga sarflashidir. Tizim orqali talaba oliy ta'limni tugatganida nafaqat diplomga, balki 4 yillik pedagogik tajriba va tayyor ish o'rniga ega bo'ladi. Urganch pedagogika instituti talabalari bugun viloyatimizdagi maktablarda mahorat darslarini o'tishmoqda. Bugungi kunda ta'lim tizimida nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish ham ulkan ahamiyat kasb etmoqda. Shu jumladan 4+2 amaliyot jarayoni talabalarga katta imkoniyatlar yaratmoqda. Mazkur tizim orqali talabalar haftaning 4 kunida oliy ta'lim muassasasida nazariy bilim olsalar, qolgan 2 kunida maktablarda kasbiy faoliyat bilan yaqindan tanishmoqdalar. Bu orqali ular nafaqat bilimlarini, balki tajribasini, mas'uliyati va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirmoqdalar. Talabalar real ish jarayonini ko'rib, jamoa bilan ishlash, o'quvchilar bilan muloqot qilish va darsni qanday tashkil etish kabi muhim ko'nikmalarga ega bo'lmoqdalar. Я хочу рассказать о своем опыте работы в режиме 4+2. Hozirda haftadagi jadvalim 2 qismga bo'lingan. 4 kunimni oliygohimda o'tkazsam, 2 kun amaliyotda bo'laman. Bu jonli tajriba bizga juda qulay, chunki universitetda biz qanday bo'lishi kerakligini o'rganamiz, amalda esa qanday ishlashni. Bunday tizim orqali talaba ko'plab metodlarni o'z faoliyatida qo'llashi mumkin. Biz 2 kunlik amaliyotda duch kelgan muammolarimizga yechimni o'qishda nazariy bilim olish davomida ustozlarimizdan o'rganamiz. Amaliyot olgan bilimlarimizni mustahkamlash uchun juda muhim jarayon. Dual ta'lim esa ta'limning eng yuqori samaradorlik darajasidir. Bunda nazariy bilimlar oliygohda, amaliy ko'nikmalar esa bevosita ish joyida shakllantiriladi. Bu tizimda davlat ta'lim muassasasi va ish beruvchi o'rtasida 3 tomonlama manfaatdorlik zanjiri yaratiladi. Urganch davlat pedagogika institutining 3-bosqich talabasi Madinabonu Otabekova ham ayni vaqtda ham ta'lim olish bilan birga o'zining mehnat faoliyatini maktabda olib bormoqda. Bilamizki, bugungi kunda biz yoshlar uchun juda ham keng imkoniyatlar yaratilib berilmoqda. Bunga misol qilib dual ta'limni keltirishimiz mumkin. Mana men ham bir vaqtning o'zida ham Urganch davlat pedagogika instituti xorijiy til va adabiyoti ingliz tili yo'nalishi 3-bosqich talabasi va ayni shu vaqtning o'zida Urganch tumanidagi 41-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining ingliz tili fan o'qituvchisiman. Bunday imkoniyatni biz uchun yaratilib berayotgani juda ham foydali bo'lmoqda. Chunki biz ertangi pedagoglar o'z ish muhitimizga ertadan moslashish hamda o'rganayotgan nazariy bilimlarimizni amaliyotda qo'llab, yana ham mustahkamlash imkoniyatiga egamiz. Dual ta'lim tizimida asosan 2, 3 va 4-bosqich talabalari o'z faoliyatlarini olib boradilar. Asosan bu dual ta'lim tizimi pedagogika yo'nalishi uchun juda ham bir yaxshi imkoniyat deb hisoblayman, chunki bo'lajak o'qituvchilar tajriba orttirish orqali kasbiy faoliyatini mustahkam egallay oladilar. Hozirgi kunda ta'limdan ajralmagan holda ishlab kelayotgan ta'lim muassasalari o'zidayoq amaliyot o'tash huquqiga ega bo'ldilar. Bu islohotlar zamirida nazariy bilimni amaliyot bilan uzviy bog'lash va har bir yoshning o'z o'rnini topishiga ko'maklashish maqsadi mujassam.